Bahor fasli kelishi bilan yurtimizda keng ko'lamli obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Bahor kelishi va tabiat uyg'onishi bilan yurtimizda haqiqiy mehnat pallasi boshlanadi. Tur tomoni purviqor tog'lar bilan o'ralgan Sug' tumanida bu yo'nalishda qanday ishlar olib borilmoqda? Tabiat uyg'ondi. Bizchi degan savolga javob topish maqsadida biz qishloq xo'jaligi sohasi vakillari bilan tumanimizning bog'dorchilik xo'jaliklarida bo'ldik. Bahor, ayniqsa issiq kunlar tumanimizning birinchi sektor hududiga tuman markaziga nisbatan bir oy oldin keladi. Shu bois xabaringiz bor, ariq va kanallarni tozalash ishlari bu hududda fevral oyining oxirida boshlanib, oxiriga yetkazilgan. Lekin qilgan tashrifimiz chog'ida shu narsa ayon bo'ldiki, bu hudud bog'bonlari hali noz uyquda. Bunga tozalanmagan ariqlar, o'z holiga tashlab qo'yilgan bog'zorlar, shakl berilmagan daraxtlar, butamagan va oqlanmagan yo'l bo'yidagi tut daraxtlari sabab. Tozalik bo'lgan joyda xayr, baraka va unum bo'lishini hammamiz yaxshi bilamiz. Lekin tozalikdan xoli bog'lar, o'z holiga tashlab qo'yilgan ekin yer maydonlarini ko'rib, qut baraka va unumdan umuman gapirib bo'lmaydi. Tumanimiz markazidagi qishloq xo'jaligi subyektlarida ham tuman hokimining qat'iy topshirig'i va bevosita o'zining ishtiroki tufayli yo'l chetidagi daraxtlarga shakl berilib, ariqlar tozalandi. Bugun ushbu manzara odamga o'zgacha shavq va zavq bag'ishlaydi. Birinchi sektor hududidagi qishloq xo'jaligi subyektlarida esa holat batamom o'zgacha. Beixtiyor ushbu manzarani ko'rib bir fikr miyangizga yashindek uradi. Tozalik, obodlik faqat tuman rahbarlariga kerak-ku. Ya'ni bog'bonlar, sektor hududidagi bobo dehqonlarga hokim va yoxud boshqa mutasaddi aytishi yoki aytib ustida turishi kerak. Shundagina tozalik va obodlik bo'ladi. Biz bu lavhada kamchilikka yo'l qo'ygan dehqonlar va bog'bonlar nomini keltirmadik. Axir muborak Ramazon oyida birovni ranjitish yaxshi emas. Lekin bugungi holat odamni ranjitishi aniq. Umid qilamiz va ishonamizki, bu holatni ko'rgan mutasaddilar va yer, mulk egalari bo'lgan fuqarolarimiz noz uyqudan turib, kamchiliklarni isloh qilishga kirishadilar. Axir ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan ajoyib naql bor. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bular chiroylik. Mehnat daromad va manfaatdorlik omili. Axir aziz bobo dehqonlar, siz daromad va manfaatdorlikdan munosib bo'lishni xohlamasiz? Bunday bo'lsa, belni mahkam bog'lab ishga kirishing. Bahorning har lahzasi, har soati va har soniyasi g'animat. Tag'in kech bo'lib qolmasin.